O'shani qil, tushundingmi? Voy, Umarjon. Yiqil. Ko'rsam kulgim kelyapti. Keyin aql o'rgatasiz, xo'pmi? Aytdim, qo'ydim-da. Ketdi? Gapirma. O'zim bir o'tirib Bahor opa, mana shirinlikni ham pishirib ko'rsatib ketyapti. Befarosat. Yo'q, Gap bilan, so'kish bilan odam bo'lganda, uribmi, so'kibmi, baribir yo'lga solishimiz kerak-ku. Uni katta hashamatli uyi bor. Salomlar xabari. Bu kasallikning davosi faqat Shveysariyada ekan deysan. ikkindim. Sizda biror taklif bormi? Manda birorta folbinni topamiz. Unga yaxshigina. Opa, o'yicha o'yini o'ylaguncha tavakkalchi ishini bitiradi. demak, Yuring. Ko'rib qolmasin-da ish qilib. xullas. Siz Yotib qo'yaman, tushundingmi? Voy. Endi qo'limga tushdingmi? Ko'rasan hali. Shahnozaxon, Shahnozaxon qo'yib yuboring iltimos sizdan. Shahnozaxon qo'ying. Seni o'ldirib qutulmasin. Endi Uzr so'ramaguningcha qo'yib yubormayman. Aytganimni qilasan. Shahnozaxon. Iflos. Man. Shahnozaxon, yuring, asabiylashmang. ko'rlaring. Qo'rqib ketyapman. Ish qilib o'lib netib qolman. Hali hech qanaqa homilador bo'lganingiz ham yo'q. Yo'q. Men yolg'on. Nargizaxonning ahvoli yaxshimi? Qizlarim serialining hayoliy 42 qismi tomoshabinlarni yana bir bor hissiyotlarga boy voqealar bilan qarshi oladi. Ushbu qismda oilaviy rishtalar, ishonch, muhabbat va kechirim mavzulari markaziy o'rinni egallaydi. Har bir qahramon o'z hayotidagi muhim qarorlar oldida turadi va aynan shu qarorlar voqealarning keyingi yo'nalishini belgilab beradi. Qism boshida oila a'zolari bir necha kundan beri yashirin qolayotgan sirning izidan borishni boshlaydi. Dastlab hamma vaziyat oddiy tushunmovchilikdek ko'rinsa-da, asta-sekin haqiqat yuzaga chiqa boshlaydi. Har bir qahramon o'z nuqtai nazarni himoya qilishga urinadi, biroq haqiqat har doim ham kutilganidek bo'lavermaydi. Bosh qahramon uzoq vaqt davomida yuragida saqlab kelgan og'ir qarorni nihoyat qabul qiladi. Bu qaror uning shaxsiy baxtiga ham, oilasining kelajagiga ham ta'sir ko'rsatadi. U yaqinlarini yo'qotmaslik uchun o'z manfaatlardan voz kechishga tayyor ekanini ko'rsatadi. Aynan shu sahnalar tomoshabinga qahramonning ichki dunyosini yanada yaqinroq his qilish imkonini beradi. Bu orada opa-singillar o'rtasidagi munosabatlar ham sinovdan o'tadi. Avvallari mustahkam bo'lib ko'ringan ishonch kichik tushunmovchilik sabab zaiflashadi. Har biri o'zini haq deb biladi, ammo vaqt o'tishi bilan ular bir-birini tinglash va tushunish qanchalik muhim ekanini anglay boshlaydi. Serialning salbiy qahramoni esa vaziyatdan foydalanishga harakat qiladi. U oila ichida kelishmovchiliklarni yanada kuchaytirish uchun turli hiylalarni ishga soladi. Uning har bir rejasi puxta o'ylangandek tuyuladi, biroq ba'zan kutilmagan voqealar barcha hisob-kitoblarni o'zgartirib yuboradi. 42 qism davomida hissiyotlarga boy dialoglar alohida e'tibor tortadi. Ayrim sahnalarda qahramonlar o'rtasidagi samimiy suhbatlar ko'ngilga iliqlik bag'ishlasa, boshqa sahnalarda keskin bahslar voqealarga yangi ruh olib kiradi. Ayniqsa, ota-onaning farzandlari uchun qilayotgan fidoyiliklari serialning eng ta'sirli jihatlaridan biri sifatida namoyon bo'ladi. Qismning o'rtalarida yana bir kutilmagan voqea sodir bo'ladi. Ilgari ishonchli deb hisoblangan inson aslida muhim sirni yashirib kelgani ma'lum bo'ladi. Bu yangilik nafaqat oilani, balki qahramonlarning kelajakka bo'lgan qarashlarini ham o'zgartiradi. Har kim o'zini aldagandek his qiladi va kimga ishonishni bilmay qoladi. Shu bilan birga serial faqat mojaro emas, balki umid haqida ham hikoya qiladi. Ayrim qahramonlar o'z xatolarini tan olib, kechirim so'rashga jur'at topadi. Bu esa oiladagi ayrim sovuq munosabatlarni asta-sekin iliqlashtiradi. Kechirimning kuchi va mehrning qadri yana bir bor namoyon bo'ladi. Muhabbat yo'nalishidagi voqealar ham tomoshabinni befarq qoldirmaydi. Bir-birini sevgan ikki inson o'rtasida yuzaga kelgan masofa ularni og'ir sinovdan o'tkazadi.
Ular bir-biriga bo'lgan ishonchni saqlab qolishga harakat qiladi, biroq tashqi bosim va yolg'on gaplar bu yo'lni yanada murakkablashtiradi. Vizual jihatdan ham ushbu qism juda ta'sirchan tasvirlangan. Yorug'lik, kamera rakurslari va fon musiqalari har bir sahnaning hissiy ta'sirini kuchaytiradi. Ayniqsa, sukut bilan ifodalangan lahzalar ko'pincha uzoq dialoglardan ham kuchliroq taassurot qoldiradi. Aktyorlarning ijrosi ham e'tiborga loyiq. Ular qahramonlarning quvonchi, iztirobi va umidsizligini tabiiy tarzda aks ettiradi. Mimika va ovoz ohanglari orqali har bir hissiyot tomoshabinga yetib boradi. Shu sababli serial voqealariga ishonish va ular bilan birga yashash osonlashadi. Qismning oxiriga yaqin esa yana bir kutilmagan burilish yuz beradi. Barcha muammolar hal bo'lgandek tuyulgan paytda yangi voqea sodir bo'lib, kelajakdagi epizodlar uchun katta qiziqish uyg'otadi. Tomoshabin ko'plab savollar bilan qoladi. Haqiqat oxirigacha ochiladimi? Oila yana birlashadimi va muhabbat barcha sinovlardan o'ta oladimi? Umuman olganda, ushbu xayoliy 42 qism oilaviy drama janrining asosiy jihatlarini o'zida mujassam etadi. Unda ishonch, sadoqat, kechirim, mehr va oilaning ahamiyati chuqur yoritiladi. Har bir voqea qahramonlarning ichki o'sishiga xizmat qiladi va ularning xarakterini yanada boyitadi. Agar siz hissiyotlarga boy oilaviy dramalarni yoqtirsangiz, bunday turdagi epizod sizni boshidan oxirigacha ekranga bo'glab qo'yishi mumkin. Har bir sahna yangi savollar tug'diradi, har bir dialog esa qahramonlarning ichki olamiga yanada chuqurroq nazar tashlash imkonini beradi. Xulosa, ushbu sharh xayoliy syujet asosida yozilgan bo'lsa-da, unda oila, mehr, ishonch va hayot sinovlari haqida chuqur fikrlar aks etadi. Serialning dramatik muhiti, kuchli hissiyotlari va kutilmagan burilishlari tomoshabinlarda keyingi qismni kutish istagini uyg'otadi. Agar voqealar shu ruhda davom etsa, serial yanada qiziqarli va ta'sirchan tus olishi shubhasiz.